biz asrimizda tarqagan shu fatvolardan eng o'sha yomon fatvolardan biri 3 ta taloq bersa ham yashasa bo'laveradi degan fatvo. Bilinglarki, bu eng fiqhdagi eng zaif fatvolardan biri mana shu fatvo. Bekorga 4 mazhabni hammasi inkor qilmagan bu fatvoni. Bu qavli 4 mazhab hammasi inkor qilgan. Birov xotinini 3 ta taloq qilsa, ikkita holati biri bor. Biri yo xotiniga taloqsan deb 3 marta qaytaradi, yo biri aytadi xotiniga 3 ta taloq qildim deydi, yo kundan ko'prog'ini aytadi. Mana shu holatning ikkalasida ham 4 mazhabda 3 ta taloq tushgan bo'ladi. Va o'sha ayol bo'ldi, bu erkakka hech qachon halol bo'lmaydi. Boshqa odamga turmushga chiqib, haqiqiy turmush, yolg'on turmush emas, turmushga chiqib, o'sha odam bilan yaqinlik qilib, keyin mabodo ajrashib ketib qolsa, yana bu odamga qaytish mumkin. Bo'lmasa boshqa biror yo'l yo'q. Bu Qur'onda kelgan narsa, bu sobit narsa, sahobalarning barchalaridan rivoyat bo'lgan. Illo Ibn Abbosdan 3 ta taloq qilsa ham bitta bo'ladi degan bitta qo'l rivoyat bo'lgan va aksar Ibn Abbosning shogirdlari buni inkor qilgan. U rivoyat o'zi sahih emas. Ibn Taymiyya rahimahulloh nimagadir shu qavlni olgan va shu qawl biz asrimizga kelib siyosiy va boshqa sabablar bilan majbur qilindi odamlar o'rtasida. Biroq bu juda zaif qawl. Va bu qavlning hujjatlari zaif.